Bugungi mavzuyimiz Rossiya olimlari tomonidan pedagogik kompetensiya bo'yicha ilmiy yondashuvlar. Reja, pedagogik kompetensiya tushunchasi, pedagogik kompetensiya turlari, Rossiya olimlarining pedagogik kompetensiya bo'yicha yondashuvlari. Birinchi reja, pedagogik kompetensiya tushunchasi. Pedagogik kompetensiya bu o'qituvchining ta'lim jarayonida samarali faoliyat yuritish uchun zarur bo'lgan bilimlar, ko'nikmalar va malakalarning majmui. Pedagogik kompetensiyaning asosiy qismlari bilim, ko'nikma va malakadan iborat. Ikkinchi reja, pedagogik kompetensiyaning turlari. Pedagogik kompetensiya quyidagi 3 ta turga bo'linadi. Axloqiy kompetensiya – o'qituvchining axloqiy va ma'naviy qadriyatlari. Amaliy kompetensiya – o'quv jarayonini boshqarish va ta'lim metodlarini qo'llash qobiliyati. Nazariy kompetensiya – pedagogik bilimlar va tushunchalar. Uchinchi reja – Rossiya olimlarining pedagogik kompetensiya bo'yicha yondashuvlari. Quyidagi olimlar pedagogik kompetensiya bo'yicha yondashuvlar olib borishgan. V.A. Krutetsky pedagogik kompetensiyaning tarkibiy qismlarini ishlab chiqdi va ta'lim jarayonida muhim rol o'ynaydigan kompetensiyalarni ajratib ko'rsatdi. B.G. Ananyev kompetensiyaning individual va jamoaviy shakllarini aniqladi. Shuningdek, ta'lim tizimida o'qituvchilarning rivojlanishiga e'tibor qaratdi. F. Zer kasbiy faoliyatga mos kompetensiyalar tizimini ishlab chiqqan. O'qituvchining psixologik barqarorligi va kasbiy tayyorgarligiga e'tibor qaratgan. A.K. Markova pedagogik kompetensiyani o'qituvchining kasbiy o'zligini shakllantirish vositasi deb hisoblaydi. 3 asosiy komponent: bilim, faoliyat va munosabat. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, pedagogik kompetensiyaning rivojlanishi o'qituvchilarning kasbiy faoliyatida muvaffaqiyatga erishish uchun muhimdir. Rossiya olimlari pedagogik kompetensiyani ta'lim sifatini oshirish uchun zarur bo'lgan asosiy omil sifatida ko'radilar. E'tiboringiz uchun rahmat.